Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videolarimiz Urganch tuman Raysentrda 2 qavatli zamon tipda qurilgan hovlijoyni sotib chiqdi. Umumiy kvadrati 182 metr kvadrat. Narxini kelsak 620 million so'm. Shu turishi fasadlar bitgan, noveslari, oyna kapalari qo'yilgan ekan. Xullas, kelasa, ko'rasa, işte bir danasi qapti ekan. Buni sotuvda mulk egasi bilan bemalol bog'lanarsa obunachilarimiz. Bu tomonsidan Shavot yo'li domlaning orqa qismida joylashgan. Ko'chamiz ham ko'rishingiz mumkin. O'ngda chapda hovlijoy. Ellerimiz tashga bor, oynamiz ishotga. Bu yerda yana novislar ham bor. Yine joyimiz obunachilar. Xullas shu turish ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb ko'rasiz. Bu yerimiz hol qismimiz. Yine pishgan karuj, santexnik ishlari bitgan, topli pol uchun bir qo'yilgan. Nechun qo'yilgan desa, plita bilan bosilgan, onachilar. Yine rishotkalarimiz, bu yerda yana rakoyna zonamiz bor, hamda suvimizni hisoblanishi shöyle qo'yiladi. Svetinsa bu yerda qo'yiladi endi. Hol mehmonxonamiz. Bu yerimizda yana xonamiz bu, deski xona bo'ladi obunachilar. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqadigan zonamiz yana. İkinci qavatimizdan ham 3 xona bo'ladi obunachilar. Shu durishini bu yerda yana restoran tagida bir xalasonsa sanuzel ko'p odam qo'yib qo'yibdi yana. Bu yerimizda oshxonamiz bo'ladi obunachilar. Oshxonamizdan keyin bog' qismini. Bog'ina ega. Buni talabasi 30lik obunachilar. Eshiklarimiz bor, qo'yilgan, xullas zo'r. Narxini yana bir eslataman. 620 million so'm. Общий 182 metr kvadrat. Telefon etamiz 88 601 70 70 88 530 numaralarga chiqasizlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoda görüşguncha. Katta rahmat.